Alaysallohu bikafin abda. Alloh o'z bandasiga yetarli emasmi? Alloh sizni g'amlaringizga, muammolaringizga yetmaydimi? Uni qudratini kichik sanaysizmi? Bir eslab ko'ring, hayotingizda boshingizga kelgan og'ir kunlar, shunaqa bir muammolar bo'lganki, bo'ldi, bu yerdan chiqish yo'li yo'q deb o'ylagan kunlaringiz bo'lmaganmi? Shu kunlarda sizga kim yordam bergan? Alloh emasmi? Ibrohim alayhissalomga olovni sovuq qilib bergan Alloh sizga yordam bermaydimi? Bir tafakkur qilib ko'ring bu oyatda. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Alloh o'z bandasiga yetmaydimi? Yetmaydimi sizga Robbingiz? Robbingizni taniysizmi? Agar Alloh siz bilan bo'lsa, sizni orqangizda yengilmas bitta kuch bor. Agar bir sulton sizga aytsaki, orqangizda men borman. Nima muammoyingiz bo'lsa, men orqangizdaman. Men sizga yetaman desa, o'zingizni qanaqa his qilasiz? Qanaqa ishonch bilan, bemalol. Endi bu gapni sizga Alloh aytsa-chi? Hayotingizdagi har qanaqa muammolaringga men yetaman ey bandam. Men yetarliman desa, Alloh yetmaydimi? Siz Allohga suyaning. Chunki u hech sinmaydigan bir ustun. Alloh menga yetadi deyishlik nima degani o'zi? Allohdan boshqasiga ibodat qilmayman. Allohdan boshqasidan so'ramayman. Allohdan boshqasiga yolvormayman. Allohdan boshqasidan qo'rqmayman. Menga u yetadi faqat o'zi deyishlikdir. Va mana shu iymondir. Va mana shu Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan dindir. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Biz bir shayximizni zo'r gaplari bor edi. In sadaqta ma'allohi sadaqak. Agar siz Allohga sodiq bo'lsangiz, Alloh sizga sodiq bo'ladi. Agar siz Allohning kalomini o'rganishlikka sidq dildan harakat qilsangiz, albatta Alloh sizga sodiq bo'ladi va sizga yordam beradi. Sizga kerak bo'lsa ustozni ham topib beradi. Sizga hamma yo'llarini ochib beradi. Faqat siz xohlashingiz kerak. Siz Allohga bir qadam tashlang, Alloh sizga 10 qadam tashlaydi. Siz Allohga yurib boring, yuring, harakat qiling, Alloh sizga yugurib keladi. Shayximiz gaplarining davomida aytdilarki, "Man waqafa bi babillahi fatarada hasha." Kim Allohning eshigini qoqsa-yu, Alloh uni haydab yuborgan. Aslo unaqa bo'lmagan, hech qachon unaqa bo'lmaydi. Siz Allohning eshigini qoqib yordam so'rasangiz, Alloh sizga albatta yordam beradi.
Man sadaqa ma'alloh fa khayyaba hasha. Kim Allohga sodiq bo'lgan bo'lsa, Alloh uni xor qilib qo'yibdi. Hasha, aslo unaqa bo'lmagan. Ya'ni siz Allohga sodiq bo'lsangiz, Alloh sizni tashab qo'ymaydi. Siz Allohdan so'rasangiz, sizga osmon eshiklari ochiladi. Va Alloh sizga yordam beradi. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ayting Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey bandalarim, Alloh aytayapti, ey bandalarim. Qanaqa bandalarim? Allazina asrafu ala anfusihim. O'z jonlarida isrof qilgan bandalarim. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidinglarni uzmanglar. Innalloha yaghfiru az-zunuba jami'a. Albatta Alloh gunohlarni barchasini kechiradi. Innahu huval g'afurur rahim. Albatta u g'afur va rahim bo'lgan zotdir. Alloh ey bandalarim deb boshlayapti. Davomida o'z jonlarida isrof qilgan bandalarim. Gunoh qilaverib isrof qilgan bandalar. Bizni gunohimizni shu darajada ko'pligiga qaramay Alloh bizni bandalarim deb nomlayapti. Farzandi ota-onasiga osiylik qilsa, gapiga kirmasa, jahlini chiqarsa, ey bolam deyish juda qiyin. Lekin biz shuncha gunoh qilsak ham Alloh bizga ey bandalarim deb chaqiryapti. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Albatta Alloh gunohlarni barchasini kechiradi. Shu joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Anas ibn Malik rivoyat qilgan hadisda Imom Tirmiziydan: "Ya ibn Adam, law balagat zunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak." Ey odam bolasi, agar gunohlaring osmonni cho'qqisigacha yetgan bo'lsa ham, so'ngra menga istig'for aytsang, men seni kechiraman. Bizni gunohimizni shu darajada ko'pligiga qaramay Alloh bizni bandalarim deb nomlayapti. Qarang, Alloh gunoh qilib qo'ygan bandalarim demayapti. Ya'ni gunohda isrof qilgan bandalarim deyapti. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umidinglarni uzmanglar. Qodil Iyodni ajoyib bir gaplari bor. Wa mimma zadani sharafan wa izzan wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Aytadilarki, menga sharaf, izzat shunaqa menda to'lib toshib ketadi. Qadamimni, oyoqlarimni tagi bilan Surayyo yulduzini bosgandek bo'laman. Qachonki seni ey bandalarim degan chaqirig'ingni ostiga kirganimni bilsam, men o'zimga sig'may ketaman deb aytganlar. Gunohlarimizni Allohning oldida buyuk sanamaylik. Gunohimiz Allohdan buyuk emas. Va astag'firulloh kalimasini yengil sanamaylik. Astag'firulloh deb turib qalbimizni tub-tubidan astag'firulloh, Allohim meni mag'firat qil, Allohim meni kechir desak, Alloh albatta kechiradi. Va huwa arhamur rohimin. U rahimlilarning eng rahimlisi. Va rahmatuhu wasi'at kulli shay. Uning rahmati barcha narsani o'rab olgan. Allohdan rahimlirog'ini topa olmaymiz. Allohdan rahimliroq, karamliroq Rob topa olmaymiz. Allohdan buyukroq Rob ham topa olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni gunohlarimizni kechirsin. Ushbu oyatni ulamolar Qur'ondagi eng umid beruvchi oyat deyshadi. Baxt oyati bu. Alloh subhanahu va taolo bizni gunohlarimizni kechiribgina qolmaydi, balki xursand bo'ladi. Alloh bandasini tavbasidan xursand bo'ladi. Buni bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Biz uchun bu dunyodagi eng mehribon kishi biz uchun onamiz hisoblanadi. Tasavvur qilib ko'raylik, agar bizni ertaga qiyomat kunida onamiz hisob kitob qiladi deyilsa, qanaqa o'zimizni his qilamiz? Mashalloh, onam-ku, menga rahm qiladi, meni qiynamaydi degan aniq ishonchimiz bor, to'g'rimi? Allohcha. Alloh subhanahu va taolo bizga onamizdan ko'ra rahmliroqdir. Alloh subhanahu va taolo bizga o'zimizdan ko'ra rahmliroq. Imom Muslim rivoyat qilgan Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, hadis qudsi bu ham, Alloh aytadiki: "Ya ibadi, ey bandalarim, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar." Albatta sizlar erta yu kech gunoh qilasizlar. Va ana aghfiru az-zunuba jami'an. Va men gunohlarni barchasini kechiraman. Fastaghfiruni. Bas menga istig'for aytinglar. Mendan kechirim so'ranglar. Mendan mag'firat so'ranglar. Aghfir lakum. Kechiraman. Allohning va'dasi